Manas Niyazovning toylarini ko'pchilik so'ragan edi, ko'rsating deb. Keldik oxiri mana. Manas Niyazov shu yerda katta bo'lgan ekanlar. Tog'ni tevasi mana. Biz 80 kilometr yo'l bosib keldik, oson bo'lmadi. Yo'l charchatdi mana, mashinani qaranglar, qanaqa holat. Tog'ni tevasi. Qoyil lekin mana. Tog'ni tevasida shunaqa uyda katta bo'lganman o'zlari aytdilar. Toylarini ko'ramiz endi nasib qilsa. Mana bu yerda sport zal bor ekan. Turni, brus, gantel, jim hamma yo'q. Gap yo'q. 80 kilometr ekan aka, kelguncha odam lekin doddi bor ekan yo'llarda. Birinchi kelishda yo'l oldi spotda, ikkisini qilaman o'qib. Bizga Lekin arziyotgan chiqqanga bor-ku, tabiat, mana havo, ayniqsa endi toylarni ko'ramiz nasib qilsa. Xudo xolasa. Necha yil yashagansiz bu yerda aka? 38 yil. Shunda chiqmaganman. Necha yil? 25 yil toza 25 yil toza. Gap bo'lishi mumkin emas mana. Yerda cho'matam yashagan. Cho'madan keyin otam yashagan. Cho'madan keyin biz yashaganmiz. Yaxshi. Lekin yashashga arziydigan joy ekanda o'zi, tabiatni qarayver. Tog'ni tevasida shunaqa uylar borligi juda ham bir boshqacha holatda. Gap yo'q. Manas akam mehmonlari kelgan. Manas aka. Abakamdan Nodir akamiz, Faxriddin akamiz kelganlar. Bu yoqda mana Jallovatdan Sirojiddin akam. Manas akam do'stlari, Muhammad aka. Qo'ylarni so'yib kutib oldilar Manas aka. Qanchalar sog' bo'lsin. Ehsonlarimiz dargohida qabul qilsin. Amin. Baraka bersin. Rahmat, ming rahmat.